Assalomu alaykum. Qadra qavlma yaxshimi? Eshitma. Aylinkilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rpaqamsiz keyin. Ma'qul. Kiring. Paho. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz. Muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz ya, birisi ko'tirib chiqib qo'yamdi. Bu qani, o'tiring. Baq. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'g'mi? Voy, nima qilasiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'g'uq suv yetmaydi. So'g'uq suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynitib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima mazza var siz? Chimangul. Bir china so'g'uq suv akirang qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolg'idek bo'lsa, o'zingizning nomidala e'lon qilib o'tasiz. Bu nima deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha birasini o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zog'liq qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomida e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qig'ini ko'rsam, shuni o'zi kifoya. Qizil yuzligim yorim ey Navat bilene jügan. Voy, biyala nimandaq tutuq? Qini. Ko'zdan ketdiqdan ha. Mush ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsa haliga baxmay aynak taqib olganni odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketib bordi, qarang.
burunlarda dehqonlar hoyillarga kirib, gandovoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha say ko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, "O gandin tatib olinglar" desangiz, "Voy, necha pul bersa, o texi men nima ko'ryapti" deb xop bo'ladi qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyasi tugandicha qarang. Ushchiga tukirib yozaveramiz da. O chaqda qalamga siyosh xizmat desangiz, qalliq kelgan gap qech ketdi. Bu yiliqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tukurik to'g'risin bir narsa yozaymi deyman. Agar Yusufni qolsam, cho'qim sizga ip kelma. Nima? Endi mush tukurik to'g'riliqmi bir nima yozmoqchimisiz? Voy, nima degan bema'ni gap bu? Tukurikni sal chaqlamang. Agar yozdigan bo'lsak-chi, mushu dehqonlarni katman chapqandicha qarang, qo'liga tukirib turib katman chapidi. U mo katmandan sepinchini tutma deb shunda qildi. Ba'zida so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tukurdi qarang. Sozandilar dutatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tukuramdi, tukamamdi. Ha, bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'g'lar beshimizga tukirib saqib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar Yusuf qasam siz cho'qib kelma. Hey, bu yil xotanda paxton bahsi bir xil tushib ketdi, anladingizmi? Siz ham ish xotingizni bilib tepamaysiz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlab qonun norma yoqadak. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda qonga bog'lab ish qilib deydi-ku. Buni da aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushungan bo'lmaydigan yiliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidagilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomingizla e'lon qilavering. Bapat yuzni ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini ondan o'zimning nomimda e'lon qilay. Taqtuqga qilmagandimi? Dedim-ku, zamon o'zgaryapti deb. Havorim o'zgaryapti qarang. 6-oyda qayoqqa qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Voy, nimada ansiz xotinim buni? Voy, Samajonlar dukuni qilib, balla bilan birdan birimdan o'tirimiz deb menga boshqa sho'magandiki. Yana shu ish qilmoqdayim danga. Xotin haqqiga akishlanishga aralashmaydigan. Kunda ichib o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib menda ichib o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'inib ketamsan-ka? Ishmi emas Sarang. Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Voy, menga voy. Geçtim. Keçdim. Ben mi keçdim? Sen de geçtin ama. He? Sen çu. 500'ünü aldım. Beş yüz. Geçtim. On manım aldım. Geçtim.
Çekindim. 20 ming ko'rdim. Rang Ana nima da? Mani ko'rib bak. Üçte. Kim emasmi? Shu. Qadroq. Ağaylar, yana o'ynamizlar ya, bo'ldimi? Ha, bo'ldi qilaylik, bo'ldi qilaylik. Qamsa, men qaysa, ayt ko'rsinlar. Mahma. Elimizmi quridi. O'ltirsan-ku, mangmamsan? Mandinglama. Qara. Qasım şoförga Ahmet tazı geldi de şu an esma. Qasım kanka bir Ahmet kendi esma. Bir nöbet de. Qasım ka bugün Ahmet'ten taz geldi mi? Bana çotap oturmadı ha? Sizlarga çotap vermeye kutlanmayım. Bana az olsun sen saplayı. Bu senin. Bu sana çıktı var da. Bakalım sen. Hadi bakalım. Ağinler. Ezme işitme. Hoca. Osman adaş. Ala bunu. Davamlıq işimiz. Mana ikki kızık gap bilan iş mevzuni. Gazi adaş, kızık yap deganni, ma Anvar ishkinglarni anglaymiz. Qanday dedim efsane. Ey tangal, hele bakasını arakçılap baygın itimiz mi? Onda ikki kız efsane layıp ketadigan, onda yumshaq dangal yo'q. Bu şahsa geldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni Padişahning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarg'idak bo'lsa, saroyning 4 dimg'aliq soat esiqliq to'g'idek. Bu soatning birsi asta, birsi tiz mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani alemdeki her bir er kişiga qarta esilgan saatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa şunun saati tiz aylindi debdi. Ya bu yumurmu hikoya? Şuna bilan Padişahning ayoli Hörparidan "Amisi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdi ekan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Peki kalan. Vay yengem o. Eyvallah. Ötken doğağı. Bir toyda bir çokan bilen ufuğu çıkıp kaldım. Ama kasabetinin sağırsı alamet gencimi. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig turdi ekan emasmi? Bir hafta ichida shu cho'kani shabda chiqib deyman. Kechi tutishim buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Ala. Xo'ja. Xo'ja. Hey. Bir men buga ishni uqtolaman, men buga vaqan aldinglarmi? Nima ishni? Sen aytsa aldingmi? Yo'q. Bir stol bu üstülüp uğulup gitmişim. Xuddi tangaldek chechilib ketdi-da. Tapmaydigan gap yo'q deb Xo'ja. Hozir chet elda bor o. Choshni tushirib deb burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-da. Hey, seni bir şey dayavğandı ki burtonu budur qilib chatalik qilib olsam. Bana adamı
Assalomu alaykum. Nasıl bağma? Nasıl yoktu? Burcu. Taza beyz kılıçsa da. Kelan. Qani bir o'ltiraylik. Qani. Teshqima, ahvolingni yaxshi. Mushu nasıl degan nimani vaqo izdimiga ayirib qolmadi. Bizning malda bir qari odam bosdi. Shu og'ash chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb anag'imda qilgandim. Nasvalgo batdi, tugab ketdi. Onun ustiga nasval chekidiganlar ozlab ketgachga yasaydiganlarning tayini yo'q. Manga bir kishi ekib berib turdigan. Uzoq bo'ldi, u kelmaydigan bo'lib ketdi. Man qarang, birer romka ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Xo'sha. Xo'sha. Jimni kirib ichib ketdi, xo'p. Bale, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrak joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Ichib qo'y degan. Mau bir botul qaraqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmi yetarlikdi. Bo'pti. Bo'mo sizni ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Bayatınkı sizning hürmetingiz. Endi mao sizning naq növtüngiz. Qani bunu bir içib qo'ying, ha? Eling. Eling. Bale. Qani, xo'sha. Bir kuygan to'nish, ikki kuygan tuqqan debdikan. Bugun har biringlar bilan tanışıp qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu bo'pti, Aytavering, naqsh bo'lsa olmaymiz jimi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Cidim pida bulsun ey sana Cini ey pida Cinim pida bulsun eyvah ay sana Cinidin keşken ey satayınlar ey aşina Kaşı aşina bulsun ey sana Yasin'in ade derdin vay aman rahmeti bu alamet peyziniz varken bu eline işitine. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben bundaqlı etib qo'ydim. Tazi tegish qiladigan bo'lsam, men degan naqshlarni qatlabli qo'yaman.
Hazırғы ішкі қыз қалдырылайдығанла өзіні мән нақшычы деп алдыған болды. Нақшы дегенді бағы Abdüveli Carlı Ayıp'dek, Davutcan Nasır'dek. Mani mendek etmem de, kandak dedi. Ağinler. Mao dükkanını işidin takap koyup, aram kuda bir otlanmaylı mı? Sakı. Men edep çıkıra. Edep. Edepki. Ne babda çıkıp gerek. Edepki gerek yok. Astırak. Havayla. Üzep çıkmasın. Üzep çıkma. Oltra. Men edep. Siz gideyim de çıkıyorum. Gerek yok. Edep. Gep içim aldı gel. Kasapet nakşini hali yaman emas eydi diken ha. Lekin kaçtı ha. Endi kim? Ne kaçıdı? Rahtiga bu ish lasnıza. Bugün acep iştiyesi kaldı mı? Rahtiga bu koyunu içmeymen değmen yanış kalın. Ağineler. Moşu yakından beri chet elde. Məxsus xotun yoqlağa xotun. Eri yoqlağa er bop berdiğan bir kesip ronaq tepipdek. Ulanın qızları bolsa şunçilik sılva. Erleri bolsa şunda qavul kilemiş. Ula boş vaqtlarida boş qışqınmay muskullarını çiğitip ultramış. Müşkin doğağı, emmi nersi tәтір ağinler. İlgiri sakal burut degende, müş dadılır koyup, ballarının inekleri pak ıstırdı. Doğru, şundaqda. Hazır emmi sakal burut, yaşları küçüp, şonlarının inekleri takırış. Ras aytsa. Qaranglar, chet elda bir galostuk chiqibdi dek. Uni taqab yotgan odam faqatli xo'rak tatmaymish. Voy qo'poy! Tapib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texi mayada. Hozir dunyoda bog'u nomrodlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Hey, mush hozir chet elda bog'. Voy baldalar, achaka chet el qo'ya, chetlarni. Ağineler, bayatın kirgen bizning eliqi naqshchi ağinimiz o nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ağinsi yo'liq qoldim-ki tam. Ağinilar. O zodi masmu yoki saqmu? Ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın muş dükkan qilib maskirib tikavi. Qachon mav aroqni ichishdan qo'rqib tikib atganda. Ya. O kayıpçilik bir yak qilib qolgan gap. Onun o'tirqida qochadigan emas. Ey, ağinilar. Saatmi bir yerga berib qopti. Ne çöptü? Marak peşime chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Ketdik. Bo'pti endi. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tirdik. Qaytdik. Maqsadlar kuch.
Samet tugilek. Samet chaqira. Dükkanını takıp mamamsınız bile. Ağinlar. Sizlar avval mang'ashtiringlar. Men ma dukkanni taqib o'tiblar, kayninglar. Tugilek. Astra. Ma'qul, xo'sh. Hozir deyman. Mağduq. Ha, ish qilgan narsa niye aytmas? Acaba bir taraqishni paydab ketgan motorni saqchi. Qisqa o'tira. Qisqa taraqishga jim o'tirayotgan-ku. Menda qissamaydigan lam bor-ku. Osmonga keldi. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Ey, ma, oyoq ber, o'lta. Nima kelganda endi? Seni uyingga keldimi? Uyda? Bilemedik. Bak.
Her qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolalarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qitim kirishim. Men ko'zimni ochsam soqchi motorsida o'tirman. Kechki motoqchisi quloqmingni yebdi ketayotgan qarang. Dukkan kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Tuhmatni. Voy biz qaysi xaridorning pulini yebdi qo'y? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, haraq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Dukkan deganga xaridor degan gap turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmasang, kim oladi pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamanga. U xaridor bilan birga o'ltirib haraq ishganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi? shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi teq yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondan paranglashak. bu nima ish qildi? Biz Qanday degan gap bu? Hey, sen nima qildiq odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Chopur. Uncha ko'p pulni nereden olding? Nima ish qiyiningga sap yuriysan? U pullarni tijorat qilib, terisi tib topqandim. Bugun mas'ul qolib ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey! Kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmaskansan-da, ha? yo'q. Mening herkes undaq niyatim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'un pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrif aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib yana kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qara tuhmatni oxir qutuldik-da. shuni degina, men bekli qo'rqib ketgandim. Zodi tanımagan odam deganda so'rig'i hargiz topmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? O'g'ri degan o'g'rining bizni soqchiga so'rdirdi. Bu do'konga chiqib qiziqish. Shu emasmi? Hey, agar bu seni do'koniga o'g'irlab kirmagan bo'lsa, biz bu qara tuhmatni qanday qutuldik? Shuni degina. Shu emasmi? Elim aman esam qilib chiqdik. Xudo shukr. Çağlap oynanlar.
Oylab so'zlanglar, chaqlab o'ynanglar. Oylab so'zlanglar, chaqlab o'ynanglar. Oylab so'zlanglar, chaqlab o'ynanglar. Ya Dugulak. Qanday qo'y? Osman, marab tuqish uy qilsamamda. Bo'ldi. Men mayoqqa o'tib ketayotgansin, bani. Adasi menga o'tirdi. Bo'ldi. Voy, menga o'tirmas. Qaytay. Voy, menga o'tirmas. Aras, Osman. Seni saqchilar izlamagandi. Nima izlaydi? Seni izdima? Yo'q, endi deyman, Anvar g'ozlar teshikdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'mir yo'q deb yurdi-ku. Dan so'rab baqdim. Xo'sh emisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unday qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishki bunday qilasiz? U bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi deytamizmi? Undan saranglik qilmang, Qasim. Saranglik Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pulimni teppa. Pulning derdini sarang bo'lsiz. Qilib qizil sarang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdini sarang bo'lsiz. Sarang. Voy Xudoyim, nima bo'lgandi? Yürüyse ha. Qachonli qarsak taqaq turdi uning dukina. Ikki bo'ldi. Sizni yo'qotib ketdi-ku. Jira osmonni izlab baqili.
Assalomu alaykum adash. Qada olinglar yaxshimi? Bormi sen? Nima odam? Shu nima atdim sizlarni izlab maqdim. Şöyle oldu tepişamadık. Sametligiga berib, birdan berimdan mo'ngishib o'tamamda. Shuyag hozir berib keldik, dukkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqayli. Voy nima deydiganda uyga hech qaytim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qolib ketdi-va. Deyman bu Ey, bu yerda talishibdigacha malisi berib taqmaylarmi? Jiringlar shunday qilaydi. O bir meshkalik bo'lib qolmaganda yana. Hey, u degan so'roq chopsan qocha. Ey, nima deb, meni bekadim nima deb urishsa deymi? Buna sana. Ne oldu? Ha, neymiş olup gitti? Ha, ner turunla, ner turunla. Ha, kopsa, kopsa, kopa, kopsa, kopa, kopa, kopa. Hey, Saran! Neymiş oldu? Ha? Saran hava men emas. Ne olup gitti? Bekadı. Öte bir yakka. Bana git. Hey, so'roq, Hey, özüne ayısan bu mamda. Oy, men nima qildim? Onunla esilgiçe kaçsan bu mamda. Ha? Bekadim beka. Odam ursa, bulam degan, mening izzat hurmatim daxil tariz uchirdi, uni jazolab berishing kerak. Hey, onu koyup bergen bolsam, bakılrınga taza bir jigen bolsang bo'pti-kan, ha? O degan sarang tursa, sarang bilan tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey, sarangga sot yo'q deganni anglamaganmi, ha? Oy. Eşşoğunu yediğin cüvay demek. Tazım vuruptu da siz ne? Aram qutuldum degin o sarangdan. Elim Xudayım saxlaptı. Ağır vatamda. Çekem. Siz o saranga esli sürüp qastınız zamanda. Nimdep mi esli sürgensiz o saranga? Onun saranglığı men edim bilme. Köp gündüz adam urganda qarganda qiyip qizil sarang nima o'xshaydi u? Yomonchiq urvatga o'xshaydi, ishki beqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasanız yaxshib qalasiz. Doktorga apuraymi ya? Ya bo'ldi birdam aramay olay. Juranga bo'lmasa oy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yotsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy bella. Beshim. So'ngini og'iz sarangga opirib beramizlar. Sabr bera. Yo'q, senchi. Sabr bera. Ammo qo'l. Men so'ngini ola. Sho'ldi. Ha, qanday opirib berdim-mi? Ha. Bulmuru.
Voy, ne bo'ldingiz? Ne bo'ldi, Osman? Keling, o'tiring. Sizning kasalingiz odatdagi kasal emas, Osman. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Ben sapsaq tursam, neramda qanday chatash qildim meni. Qarang, begadimga qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, Men eliqi saran quloq tuyib urayotgandan keyin neramda azar chataq chiqqan o'xshaydi meni. chataq o'xshaydi. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Ya, gülüme! Bo'ldi. Sen saran olsan o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Keling. Kasal ko'rstamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osman, Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nemini so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdan. Voy. Avval nada ishlayotganligimni so'rab elib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men qandaq manfaat tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Voy, sizdek doktor ko'rmayman. Voy, Sara. Nima? Men Rost sarangmi? Sarang. Rost sarang. Ey, yaqqimsam, teximini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim. Bo'lmasa quloq tugib solatdim. Sizim doktorga ko'ringiz borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdi, yinib kelsangiz o'manda, ha? Sizim tasmin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy, mening narim sarangka. Voy, men odat saq odamlarni saqtusam? Voy, doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang o'manda.
Aldığındaki neymense ayollarının rızkı neymenmay. Oturup tokudek daha çok bir yedi. Ve sen bu kanı tokuku. Aslında burcun bana çeklerdi gelse. Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasim aka nima ish qilyapsa? Sarang nima deyapsan-da, Pulumni izlayaptimi? Hay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'p. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen qiziq ekansan. Bo'ldi, chaqamanglar. Hey, Shundoq qilaylik. pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'pkisib akatlasang o'pdi-kan. Bora, menga jiga. Qaranglar uni olib Sarangni ishqi bo'rg'andan keyin sen sarang. Qaranglar, uni derishkil o'xshab qolg'inni. Asli nihoyatda yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! Bu abinin başına! Ne kapırsın? Nima ishing zotdi? Siz men tonimaysiz. Ammo men sizni erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishqillah. Kishi deganga o ishongili bo'lmaydi. Aras, men o mashinani egagandim. Ishonmasangiz, men sizni opiray. Yengici zaten ishongili olmaydi. Qap, bir o'zimni bir ko'rsatib qo'ymasa, ularning hammasini saqchib tutib beraylik. Shunda qilaylik. Qosim degan bu so'roqni oldima yoqqanda, har holda ehtiyot qilaylik. Undaqmi qilmagandik. Kopana? Kopana? Bil oynaymiz, ha? Nasıl oynayalım? Kopana, kopana. Hey! Ya qaranglar, sarang Rasulullah o'pkis akaga o'xshamamdi. O sen degandek sarang emaskan Juma. Mana keldi. Hey, piy bilan o'pkisda akagan bo'lsang, bu yerga kelib o'ta. Bo'la. Bo'la. Mana ma Yusuf. Mana ma o'pka. Mana ma piva. Voy, besh. Oldi. Oldi.
Oyna. Acayip yaxshi bo'ldi. Acayip yaxshi bo'ldi. Oyna, oyna. La 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 la. Nima bo'lding? Naqmu shu. Hey, nimda mashinam deb qaytsa? Hey, sen buni tanımsan, tanımamsan? Yo'q. Bu degan saram. Elimi yaxshi mashinangni bir yer so'qlatmabdi, shuningdan xush ol. Kim saran aka? O'zim saran. Qaranglar, qizim qacha deb qoldi. Bura. Chaqib baba. Bunun nemisini görse deyman. Ya bir-birisini vaqtdan ko'tarib basamisa bu. Voy, adash. Biroz hujum o'tdi. U yer endi qiziydi deyman. Ha. Ona so'qash turishni ko'ygicha Osmon og'ayimizni chaqirib, qancha ishlab qasab bo'lmamdi deyman. Samatni yo'qolib ketdi. Osmonni qarshi ko'rsatmasa, eng yaxshisi mush qora so'qishtirishni ko'rayli. Aroq ichib, yana o'tgandek sochi kirib qolmayli deyman. Ha, qo'ya qo'rq gaplaringni. Bizning yo'q, ikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ish emas. Ha? Biz bilan bir aroq ichgan xaridor qilib ketib demiş. O'ylab baqa, shuningdek Samat degilakmi yo'qoldi. Osmonni qilib ko'raydi. Hammasi shu aroqni kasabga adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Oldi qilgina adash. Hey, sen bir so'mki pulni o'g'riga berib qo'ysang, sarang bo'lib ketsa, pul degan ashnab mehri yomon narsa bu. Jira bo'ldi. Qo'rq gapni qo'yib bir yatib o'ltiraylikcha. Mana. Ha? O'zay. Voy, nima bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Eliqi, men san gapini qilpagan eliq sarangchu. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Oy. Ma bir piyol sovuq choyni ichsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Soğuk çay içmeyme xotin. Soğuk çay degan soğuk suv yetmeydi. Oy. Soğuk suv ziyonliq davassa, yana soğuk suv içemsiz? İçin amani. İçmeyme. Tazım bir saranda gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Adam soğuk çay zo'lga uzan sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy, yenib kirgida ben qo'rqima. Hey! Ha, qanday, ha? Çıktı. 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 Qo'ya! Yavaş bak. Hey! Men degan, Çıktı. men degan sarang. Yarayma. Ben Cüret. Dert kutusida ciddi bir iş çıkıp kaldı. Siz kilersen. Ha şu. Bak o. Kim yeter? Ha. Şura. Ha, gitme ha. Yer gitme. Yolu boş yola ha.
Otur. Ha, sen nereye gittin lan? Yolu boş tutun lan, ha? Yolu boş tutun lan. Ha, yolu boş tutun lan. Vay. Ma resimni alametsiz zaten. Hey, bu resim kim sizde? Hey, sen nima adamsan? Ben Saran. Kelime. Hey, ben aslı Saran. İşenimsançı, xotumda sorap bak. Doktorum şunda dedi. Hey, benim yalanımda çatak çıkınca xil olup kaldı. Xotumda ufkudu bunu başkalar fakat bilmeydi. Doktor şunda dedi mu? Hey, ya ben seni tanıp kaldım. Sen Saran sot yok diyen ko. Buni qanday qilsam bo'la? Qo'yib etmaylik. Bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan heliq saqchi bo'p qo'yib o'tinglar deganlik uchun sana kangchilik qildik. Yana shunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti so'rang bo'g'im yo'q qarang. O'sha Mirvondan sal chatoq chiqib qolganda qildi qarang. Meni so'rangning qo'rqinchli chiroyi ko'z oldimga o'chas, so'rangda qilib qolmanlar qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil. Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet Döbelek chiqisi yo'q qoldi ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Osman! Dangal! Osman! Bağırın dostum, yaşladın mı? Bağımı sen adaşı! Sen ne kettin? Bağımı sen! Yaxşısan. Salomat tuding maqina. Anlasam seni saqchiq kirib qopti deydi rasma. Ha, gap qilma adash desam gap bakchi. Samachan qani. O dukkan ichiyotidi. Sen ko'rmidingmi? Ulan uni dukkan ne g'oyib bo'ldi, men faqat topolmadim-ku. Adaş, bu sen bilen biz cem bo'ladigan uduka yok. Ha? Jüre. Biz seni başa parayla. Jüre. Samet Döbelekning dukkani mana bu shu. Oho, Alloh. Yürü, ben kirmeyeceğim. Yürü. Voy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshimisiz? So'ra dukkanlaringni alomat katta qilib olsajmi? Bu shishlik qilib qo'ydim. Mana o'zingmi shunda payzob alomat katta kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridarni yo'lga silib olay, ha? Oho, alomat o'tkitdingmi buni ichi? Yuringlar. Onun qo'li boshimig'idek. Bu yerda yerim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lisi yo'q o'xshaydi. Shu emasmi? Samachaning qo'li bosh emasga, jiringlar ketaylik. Juringlar, ketaylik. Hozircha uning dukkanini o'ldirib ketdi desak, mijozimiz o'ldirib ketdi-da. Ko'rdinglarmi og'inlar? Bu buyma azraqli pul tepib, odam tanimasa qopdi. Hey, qapqinini o'dinoq yutib aktalamdi. Voy haldigina. Amni bir yomon xotini qo'li qoldi o'sha. Ey, mal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Ha qancha o'simi? Samacha sarang emas-da. Ey, ush birovdan og'inimizning bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda ayb umi sat emas-ku. Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib og'inlar bir yantib o'ltiraylik-chi. Bugun mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Ay, qanig'ich bir ishchayli. Shunda ko'nglimizga gapni qilib birdam o'ltiraylik.
qilgan ishni yana sarong'i tutdim nima buniki? So'kkamniki. Aka so'kkamni. Mana. Kim qilib etkinmi? Hey, meni aqar so'kkam pullarni men mahyut qalanning arsi tiqib bo'lgandim. Sen ilyapsan. Keskiç pul ne deydi ekansiz? Pulning dardida nervingizda adishib sarang oldingiz. Yana nima pul? Pulni deb be. Hey! Ben seni boğup koymam. Bunlarımı tepe. Bunlarımı tepe değil mi? Ben seni boğup koymam. Bunlarımı kene. Bunlarımı kene. Bunlarımı kene. Bekçi kul demesme. Oldu kılım. Hem de her kaç kısınızma uğurluk gelmeydi. Aşı harak diyen necisi içmeyen bolsunuz. Muş iş yok. Sen rastlı o pullarını almadın mı? Saralınız tuttu mu? Kara akarmaz, sarang sakaymaz diyen. Rast gepkende. Sen yani beni sarağında atsan. Hocam! Doktor! Ama bu kadarını bir kere. İlhan'ı meşhep kemeyden Meyvan'la rast çatak çatan değil mi ya?
Voy. Voy Sametmisan? Voy qanday qo'y jinim og'inam avalim. Qanday avalim? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, ahvoling yaxshimi? Ko'rinmaysan. Salomatliging yaxshimi? Ha, tinchlikmadash. Tinchlik, Voy tinchlik. qaysi shamanlar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening koni ilpdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? yaxshi. Yurjida o'tirib paravoz Kira, ayt. kira. Hey, mehmon keldi. Ha, mana. Ijrodash uy kirayli. Oy, tinchlikmi? Qanday avalingiz? Hopdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla, uy ichi tinchlikda. Tinchlik. Choy ichamiz. Men mo sizlarni ya yo'qlab kelanmidim, ha? Choy ilang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? Ha, men chiqishim qaraman. Choy ichga o'tiringlar. Ha, ada, ahvoling yaxshimi? Tinchlik. Hey Osman. Sizlar dukkanga nima ish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgansa, o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'shig'imizda nima gap bor deysa, aday. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gap qilmading. Hey, shu chaqda u so'mkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi, demakchi qizlar? Ha? Voy qaysi so'mkini? Voy mana non turibdi. Gapingni birsini tushunmadim jima. To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatma. Shu chaqda u ag'ina adabga chiqib kiray deb yo'q edi. Ha. Qarasam, uning so'mkisi sening putingning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'q jima. U chaqda so'mkining ichida nima borligini senmi bilmayding, menmi bilmaydim. Shundaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysa? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qoldigan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu pompiyo olib turgan so'mkining ichida nim bordo deb bakla qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi vaqo qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Opdan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftan ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning qilgan ishi degina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'lab etgani tasliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak, biz xeyli uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmayli qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqlib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsin, bu chiqpilkan dukkanda qo'ymay uyga olib ketay dedim. Tova, asli ish mundaq ekan-da. Mana, ag'ina, sendan yo'shirdigan hech qanday ish qolmadi. Hey, keyin qanday qilding? Hiliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning puli midi? Hammasi vaqo xalqlarni qoqishib, utib olgan pullar. O'g'irlan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liq turgan. Hey,
bu sirni mendan boshqa sen bilsan. Boshqa odamga demagansan. Xudoya tova. Hey, men bu gapni endi anglayapman sendan. Men bu odamgarchilikni bilmaydigan odam emas, Osman. Eliq pullarni hozircha do'konimga dasmiy qilib turdim. Foydasi bo'lsa tan ko'ramiz. Hozircha az bo'lsa-mu, mavo 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin, ha? Ola. Yo'q. Ma pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. Ish bundan tugamaydi. Biz yaqin aloqamiz. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 so'm beraman, ha? 600 so'm. Allah adaş. Bu degan senin haqqing. Ey, anlasam eli qimavaz senin aldığın tosup uruptu. Kaç qimavaz? Eli bizning dükkan kirgan qimavaz-chu. Voy. Voy senin dükkanın eliqi nasıl so'rab kelgan odammi? Ha, dal shu. Oo, makallabni. Hey, mush pulning dadi sarang'ga nima degina? Ha. Voy isit. Oo, voy isit. Osman, xo'sh emassan? Mada. Ha. Ey, og'zingni chinroq tutchimi? Agar boshqalarga deb qo'ysang, saqchilar bilib qolsa, bizni aldabdi deb, seni mi solaydi, meni mi solaydi? Uftoma. Xo'sh emassan? Xo'sh. Osman! Ha. Osman! Ha. Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Ketdi? Nimaga o'diqsiz? Men dixslay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversang, keyin o'zimiz ashqamaylik-a. Nimdiq sarangda gap qilsiz Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmas tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'ingiz tursa. Xudoyim tavba. Qanday o'g'in bu? Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo. Ha? Ey Osman! Ey dangal! Ey dangal! To'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy, nimish qo'yma, to'xta nima? Voy, to'xta! To'xta! Ey Osman! To'xta nima? Voy, nimish qochsa, ey! Ne yo'qoldi va? Adaş bu Osman bizni ko'zlab qochdigan bo'ldi. Uningda nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib yuriydi va? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday qolib ketgan adaş? Beli qoqshimi kirgan odamning g'origa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang olib qolibdi deb anladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ina. Jura, oyoqlarni izlab baqaylik. Ana Osman! Voy canım, voy. Oy.
Bundaq pulni osh igijaqsiz tul xotinning qashligini halol. To'xta! Saran, indeyse? Ha? Ben sana ne bu diyor? Kim saranken? Sen beni udun ko? Saran, neymiş kursa? Kim saranken? Adel baba! Beni saran da odamsan tek ha? Seni burada bak ha? Baba! Kim saranken? Kim saranken? Duydun mu? Ha? Saran, bakalım vurup. Bakalım vurup. Saran. Ya sen mi doktorun köketmeyin? Saran ulan tavuk birisi. Ben onu işini mi kımırsam, o öz kilipli beni vurup gitti. Saran. Oğa muş etrafta bir son konuş turup koyuyor. Saran olup gitti. Bomuş yakşı opırttı. Hey Osman, quduqpa o'yladi keyli kambag'al xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul deb boptikan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tova, rasmiy sarankan-a u. Nima? Undasa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nim bo'ldi? Hajab hayron qoldingiz-ku? Ha, eshitma. Ey, xotin, men yezitlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelajim. Men ham og'rib turibdi, qarab turib saram olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Og'zingizni chaqib deb gaqiling-jimon. Men paxtashga so'yma emas, Osmonman. Osmondan kelganman. Bu paxtashchi so'ymun teshidi, dangal tashmaydi. Ey, men-chi yezdik tuqqanlarnikiga borgu, kallamni sagitib, neroni aram oldirib deb ketib qolman. Sizning tuxum sotmadingiz. Qo'y, bizning o'ydicha bir ish topmay paqva, sizga to'g'ri keldi. Ey, qishnikini o'smi kerak o'z biznikiga beraman, men beray. Siz kuni mo'miyaydigan o'xshamamsiz? Chopirsa mana shu to'xtagan kuni chiqib qolaman. qancha kilo pishirkaysiz? Men bilan birga sig'ilsa kundagilar kishilib qo'ydi. O, ita qara, so'rang. So'rang. Kim sarang? Uzang sarang. Sho'piriston.
O saran kotunu maşından çürüt yaxşı kıldınız mu? Köp günüz adam ki gözlü kısvatıdı. Adaş, sen mi tormozunu tutup otasanmam da? Tormoz? Maşında tormozu tutup oturmam ha. Adam baba! Bunu benim aldı ya! Şoförü harap etsin onda. Hey! Ne buldun oy? Pul yok da otattınız. Hacep obdaya tıkıp koyup dikensiz ha? Opal ne kıldın? Nemi kılattın? Hazırkı vaqtda 2000 so'm pulga nemi kiletaysiz ey? Balaga bir kengecek aldım. Yani uşaqcha qarjan to'ladim. Un, guruch, may, haras. Sizning pulni ag'ib ketgan, uni berdim. Qog'idagi mau kiyimlarni aldim. Chiroyliqmika? Toza obdan bo'ldi. Oy. Keşke quruq so'mkani ko'tarib yuraveramsan va kichikroq bir narsa olsam da. Kichik sağdık bir narsa sanmamdı bu. Ya, yotma Sametcan mı o? Bu şuka. Ya Sametcan aka. Hey, Sametcan. Hey, Samet. Hey. Bak oldu kıla. Çılgın ona. Devlet ne var? Halini. Ya dükkanga xaridan pulni dal mushka zapilovaga. Nima? Nima? Nima deysa? Ya jutib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasa boyib ketdi. U bichara sarang'ib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa. Bu bugun saqchiga deyman uni. Osman, o'ldira. Zad nemish oldu? Hey, sen Sametcan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Ya bir kuni o'g'il, shu bir narsa sezib o'tirsam uy kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Yaxshi o'tdi. Nima boshlayapsiz? Yaxshi. Qaranglar mo'g'izlar. Xaltsika ekan bu. Xaltsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, aniqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qalt hikoya ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asarni ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i marsh degan she'rimi modernizmning tarmog'i bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi, ha? Ha, ko'rdim. Rost. Bag'an siri dötlishib ketyapmanmi, qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv ichsam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zoti qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Ishonmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deyman. Hey, og'aylar, shundaqmi deysizlar? Men o hikoyaning mazmunini qil tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilsa? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demakdir degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qandaq? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib etsak-mo bo'lmaydi. Qani. O'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi uslub Bu dünyada rastçıl insan buluş bekleyi Haklı sözler aklı karab bilmeydiğen Nereye azet gelgendim o oynatmay neyre Hem cayda daim dostunu oylaydiğen Nereye azet gelgendim o oynatmay neyre Hem cayda daim dostunu oylaydiğen
Şen insan dertke muhtaç emas, amma turmuş kısmet dinar her kaçan. Şen insan dertke muhtaç emas, amma turmuş kısmet dinar her kaçan. Mense közlerini istekte mansam mu yere, tuzar lekin aldığını derya tağdala. Mense közlerini istekte mansam mu yere, tuzar lekin aldığını derya tağdala. Tuzar yaşlık gider hemmesi, kalar fakat dildi yangan arzu armanlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığar, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığar, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Hak sakla vicdanını düşmesin dağlar.